jahon beshigini tebratib qo'ygan, ilmu irfon nurin qaratib qo'ygan, olamni o'ziga qaratib qo'ygan. Shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Tomirimda oqar baholar qoni, kim bilmas Xorazmi Ibn Sino. Tog'lardan balanddir shavkatu shoni, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Nomin eshitganda tik turib dunyo, Beruniy bobomga aytar tasanno. Ko'ksimda iftixor, boshimda humo, shu buyuk millatning umidiman men. Zamahshariylar zehnin ko'rsatgan, arablarga arab tilin o'rgatgan, ilm cho'qqisiga bayroq o'rnatgan. Shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Avrupa eslasa titraydi hamon, temur qilichidan qoldik deb aman. 27 taxt sohibi Xoqon, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Amerika uchar fazoga sho'ng'ib, Shoh Ulug'bek yozgan kitobni o'qib, bas yetar turmayman bir chetda qo'rqib. Shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Jadid bobolarim, oydin zotlarim, ochilmay yulingan iste'dodlarim, bo'g'zimni kuydirar ohudodlarim. Shu buyuk millatning umidiman men. Menga yordir omad, men bilan iqbol, hali 7 iqlim qolar hayron lol. Ey dunyo, boryapman, meni qarshi ol. Shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Assalomu alaykum. Ilm olishdan, o'rganishdan, izlanishdan hech charchamaydigan aka-ukalarim, opa-singillarim, tengdoshlarim va bizga ilm berib hech solmagan mehribon ustozlarim hamda FM video va radiomizning qadrli tinglovchilari, barchangizga bugungi chorshanba tongi muborak bo'lsin. Kun davomida Alloh kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Erta tongdan to quyoshga botgunga qadar yuzingizdan kulgu tabassum hech arimasin. Bahoriy ilm kayfiyat sizni tark etmasin deya bugungi dasturimizni boshladik. Aziz muxlislar, endi siz kutgan lahzalarga, to'g'rirog'i tabrik vaqtiga navbat keldi. Dasturimizni bugungi qahramoni, ya'ni tug'ilgan kun egasi, jamoadoshimiz FM radiosining a'zosi Abdumajid va o'g'loy sizni bugungi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib tanlangan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Ilohim Alloh umringizni barakasini bersin. Hayotingiz savobli amallar bilan bezasin. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasi o'z ijobatini topsin. Yaqinlaringiz, oilangiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, inshaalloh. Umringiz buloq suvidek tiniq, asaldek shirin, asrdek uzun, asardek sermazmun bo'lsin. Endigi navbatni kon taraga beramiz. Marhamat.
1871-yil Germaniya imperiyasining birinchi konstitutsiyasi qabul qilindi. 1898-yil Maksim Gorkiy asarlarining birinchi nashri chop etildi. 1906-yil AQSh va Xitoy o'rtasida dengiz osti kabelini yotqizish tugallandi. 1945-yil Ikkinchi jahon urushi paytida Berlin operatsiyasi boshlandi. 1964-yil amerikalik uchuvchi Gerlandi Moog G'arbiy Germaniyaga qo'ndi va Yer sharini aylangan birinchi uchuvchi ayol bo'ldi. 1966-yilda Isroilda ilk bor Coca-Cola sotuvga chiqdi. Ingliz edebiyotimizni yanada ko'tarib olish uchun ajoyib bir taronaga navbat beramiz. Musiqa tinglab kayfiyatingiz yanada ko'tarilgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Endi esa biz navbatni hikoyaga beramiz. Qishloqning bir chetida pastdakkina uy turar, sajda qilib u yerda onaizor o'tirar. Yolg'iz o'g'lin eslar u, yonib achchiq firoqda. O'g'li esa yurt uchun jang qiladi yiroqda. Ona sajda qiladi, ko'z yoshlari shashqador. Bir nuqtaga tikilgan xayolida nelar bor. Ko'z oldiga keladi keyingdagi jang maydoni. Jonsiz yotar maydonda mard o'g'li pahlavoni. Ko'kragida jarohat, qop-qora qon har yog'i. Qolmish jonsiz qo'lida dushmanining bayrog'i. Ona yuzini qoplar g'am, chimirgancha qoshini. Asta suyar qoniga oppoq sochli boshini. Yurak dardi yosh bo'lib to'lib kelar ko'ziga. Marjon tomchilar oqib tushar yuziga. Qalbim to'ridagi armonlarimsiz, xayollarim parishon ona, mudom yodimda siz, o'ylab qo'yasiz, sizni bir bor ko'rsaydim ona. Armonlarga to'lib yashayman, toblik qildi menga bu olam, doim sizni o'ylayman, jannatimsiz siz mening onam. Ko'zlarimga to'lib yoshlarim, yurak sizni izlasa netay, oramizdan ketsa oqibat, bu dunyoda yashamay o'tay. Mana azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayr emas, kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. O'tgan kunlar endi tarixdir beshak. Bu vatanga yangi daholar kerak. Meni chorlamoqda nurli kelajak. Shu buyuk millatning umidiman men. Shu buyuk millatning umidiman men. Shu buyuk millatning umidiman men. Shu buyuk millatning Darsimiz qaysi dars ekan? Ona tili. Darsga tayyormizmi? Biz sog'u salomatmiz, yangi darsga tayyormiz. Ona tili darsi bizga nima o'rgatar ekan? Ona tilim, jonim tilim, sening bilan duo tilim. Barakalloh. Maktabga kelishimiz ham maqsad.